Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan mikrobiznes o'yinining yakuniy 4-bosqichiga yetib keldik. Shuning uchun diqqatingizni mikrobiznes ishtirokchilar qo'llanmasining 4-tur bo'yicha sahifasiga qaratishingizni so'rayman. Hurmatli o'quvchilar, mikrobiznes o'yinining 4-tur sahifasida birinchi mavsumni o'z jamoangiz bilan diqqat qilib o'qib chiqib, variantlardan birini tanlaysiz hamda bularning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng sizga voqea 5 kartasi beriladi. Siz jamoangiz bilan 5-voqea kartasida variantlardan birini tanlashingiz, so'ng bularning ta'sirini ham mikrobiznes o'yinining maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hamda natija 5 kartasini olib, tanlangan variantingizdagi ma'lumotlarni ham mikrobiznes o'yinining o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, 4-turning 2-mavsumi bo'yicha siz mikrobiznes o'yinining 2-mavsumi bo'yicha variantlardan birini jamoangiz bilan kelishilgan holda diqqat bilan o'qib, variantlardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Hamda o'yin qoidasiga asosan ularning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz shart hisoblanadi. Bu vazifalarni, bu topshiriqlarni amalga oshirib bo'lganingizdan keyin sizga voqea 6 kartasi beriladi. Siz voqea 6 kartasini diqqat qilib o'qib chiqishingiz hamda o'z jamoangiz bilan variantlardan birini tanlab, bularning natijasini o'yin maydonida aks ettirishingiz talab etiladi. Hamda natija 6 kartasini olib, tanlagan variantingizni diqqat qilib o'qib chiqib, uning ta'sirini ham o'yin maydonida aks ettirishingiz talab etiladi. Hurmatli o'quvchilar, 4-turning yakuni bo'yicha siz barcha bosqichlarda amalga oshirilgan vazifalaringizni, topshiriqlaringizni, moliyaviy jarayonlarni hammasini ishtirokchining qo'llanmasidagi moliyaviy hisobotlar bo'limida qayd etib borishingiz talab etiladi. Shuningdek, har bir tur yakunida qaror sahifasi varaqasida siz jamoangiz bilan amalga oshirilgan barcha moliyaviy hisob-kitob ishlarini ham yozib borib, ularni hisob-kitoblab chiqarib, mana shu kerakli joylarga aks ettirishingiz talab etiladi. O'yin davomida sarf qilingan mablag'laringiz qolmaganida siz bankdan kredit olish uchun murojaat qilganingizda bank kredit arizasini ham olib, bankdan ariza asosida mablag' olib, uni ham kerakli ishlarga, vazifalarga sarf qilib, hamda albatta ularni o'z vaqtida bankka qaytarishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, quyidagi sahifada siz turlar yakunida, o'yin yakunida hisob-kitob qilinishi kerak bo'lgan balans sahifasini ham to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, har bir ishtirokchi o'yin yakunidan so'ng moliyaviy hisobotlar, balans hisob-kitobi bo'yicha topshiriqlarni bajarib bo'lgandan keyin quyidagi so'rovnomaga javoblarini
yozib bo'lishi hamda trenerga topshirishi kerak bo'ladi. Shuningdek, quyidagi jadvalda naqd pul oqimi to'g'risida hisobot haqidagi bo'sh shaklni ham har bir ishtirokchi o'zi bajarib topshirishi kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, shuning bilan mikrobiznes o'yinini ham sizlar bilan maroqli o'ynadik. Barchangizga rahmat. Doimo sog' salomat bo'ling.